Ayolning pul topishi bu hech qachon topsin yoki topmasin kabi keskin masala emas. Bu ayolning ichki holati, uning shaxsiy mustaqilligi, qaror qabul qilish qobiliyati va hayotini boshqarish usuli bilan bog'liq psixologik jarayondir. Ayol pul topganda u avvalo o'zining ichki tayanchini yaratadi. Bu tayanch uni hech kimga qaram qilmaydi, balki o'z hayotini osonlashtiradi. Pul topish ayolni erkakdan ustun qilmaydi, uning tabiiy rolini buzmaydi. Aksincha, uning ichki xotirjamligini oshiradi. Chunki ayolning yuragi tinch bo'lsa, oilasi ham tinch bo'ladi. Ayolning mehnati, uning mahoratlari faqat daromad manbai emas, uning o'zini qadrlashning ham bir qismidir. Ayol mehnat qilib topgan puli orqali o'zining qiymatini his qiladi. Men qila olaman, mening qo'limdan keladi, men hayotimga ta'sir qila olaman degan ichki ovoz kuchayadi. Erkak pul topadi, ayol esa baraka bilan uni ko'paytiradi deyishadi. Lekin baraka ayolning qo'lida bo'lishi uchun uning qalbida xavotir kamaygan bo'lishi kerak. Xavotir esa ayolda ko'pincha men ertaga kunni qanday o'tkazaman degan savoldan keladi. Pul topish mana shu xavotirni yumshatadigan omillardan biridir. Ayolning pul topishi uning erkakni tanqid qilishi yoki uning rolini tortib olishi emas, aslo. To'g'ri qurilgan munosabatda bu ikkisi raqobatchi emas, hamkorlikka aylanadi. Ayolda moliyaviy savod, ichki mustaqillik va mehnat madaniyati bo'lsa, oiladagi muammolar yarmi yechimini topgan bo'ladi. Shuningdek, pul topish ayolning psixologik barqarorligiga kuchli ta'sir qiladi. Chunki bunyod qilish ayol tabiatida bor. O'zi topgan pul orqali u o'z qadrini his qiladi, hayotga qo'shgan hissasini ko'radi va bu uning o'zini anglashini kuchaytirib beradi. Albatta, har bir ayolning sharoiti, ruhiyati, imkoniyati har xil. Hamma ayol ham katta biznes qilishi shart emas, lekin har bir ayolda kichik bo'lsa ham bir mahorat, bir yo'nalish, bir ish bo'lishi muhimdir. Chunki u mening qo'limdan keladi degan tuyg'uni unga berib turadi. Ayol pul topganda u nafaqat o'zini, balki farzandlarning kelajak hayotini ham mustahkamlashga ko'mak beradi. Chunki ona mustaqil bo'lsa, bola qo'rqmas bo'ladi. Ona reja qila olsa, bola ham reja qilishni o'rganadi. Keling, sizga bu borada bir amaliy vazifa beraman. Bugun 10 daqiqa o'zingizga vaqt ajrating va 55 kun kundaligingizga yozing. Men qanday qilib pul topishni xohlardim? Meni pul topishdan to'xtatib turgan narsa nima? Agar sizda doimiy daromadingiz bo'lsa, unda savolni biroz o'zgartiramiz. Men bugungi kunda topayotgan pulimdan ko'proq pul topishni istaymanmi? Javoblarni o'zingizni tanqid qilmay, faqat yozing. So'ng eng kichik va amalga oshirilishi mumkin bo'lgan bitta amaliy qadamni o'zingiz uchun belgilang. Shu amaliy qadamni, vazifani shu haftaning ichida amalga oshirishni niyat qiling. Chunki ayolning amaliy, haqiqiy qilgan qadamlari kichik ko'rinsa-da, lekin hayotini o'zgartiradigan kuch bo'la oladi. Ana shu kichik qadamlarni har kuni bajarishga o'zingizga va'da bering va bajarib boring.